Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'nın madadi bilan sizlar bilan Misrli Şeyh Xolid ibn Mahmud Juhani hafizahullahning Ramazonga tegishli bo'lgan kitoblarini dars qilayotgandik. Alloh taolo mana bu qilayotgan darslarimizni davomli qilsin. Alloh taolo o'zi manfaatli qilsin. Alloh taolo bilmaganlarimizni o'zi bildirsin. Bilganlarimizga amal qilishga o'zi tavfiq bersin. Alloh taolo qilayotgan amallarimizda va so'zlayotgan so'zlarimizda o'zi ixlos bersin. Mana bugun Rajab oyini 2-kuni. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni intizor bo'lib kutayotgan muborakli bo'lgan Ramazon oyiga Alloh taolo hammalarimizni sog' salomat holatda yetkazsin. Mana bugun Rajab oyini 2-si, Rajab oyidan keyin Sha'ban oyi, keyin Ramazon oyi. Ramazon oyiga ham oz vaqtlar qolyapti. Alloh taolo hammalarimizni Ramazon oyiga o'zi yetkazsin. Bugun inshaalloh 19-darsimizni qilamiz. Alloh taolo mana bu qilayotgan darslarimizni umum hamma musulmonlarga o'zi foydali qilsin. Alloh taolo qilayotgan darslarimizni davomli qilsin. Rajab oyi haqida savol qilingan ekan. Bu darsimizni boshlashdan oldin qisqacha bir javob berib o'tmoqchiman. Rajab oyi urush harom qilingan oylardan bittasi. 4 oyda urush harom qilingan. Mana shu 4 oyda bittasi mana Rajab oyi. Mana urush harom qilingan oylar, ya'ni 4 ta oy bilan boshqa oylarning o'rtasida qanday farq bor desa, o'rtadagi farq urush harom qilingan oylarda xassatan aytaylik Rajab oyi. Mana Rajab oyida turibmiz. Mana shu oy haqida so'ralingan. Rajab oyi bilan boshqa oylar o'rtasidagi qanday farq bor desa, Rajab oyi bilan boshqa oylarning o'rtasidagi farq, Rajab oyida yaxshi amal qilinsa ajr mukofot ko'p qilib beriladi boshqa oylarga nisbatan. Umum qilib aytganda mana shu 4 oyda ajr mukofotlar ko'p qilib beriladi boshqa oylarga nisbatan. Masalan, roza tutsangiz, boshqa oylarda roza tutgandan ko'ra ajr savobi ko'p bo'ladi. Sadaqa qilsangiz, yaxshilikni qaysi turini qilsangiz, Alloh subhanahu va taolo ajr mukofoti ko'p qilib beradi. Mana Rajab oyida turibmiz, mana roza tutishlik kerak, sadaqatlar qilishlik kerak, qo'shnilarga yaxshilik qilishlik kerak, qiylanganlarga yordam berishlik kerak. Yaxshi amallar ko'p qilsak, Alloh taolo ajr mukofoti ko'p qilib beradi. Xassatan mana Rajab oyida roza tutishlik haqida so'ralinadi. Roza tutishlik bu sunnat. Masalan, bir odam ixlos qilib roza tutayotgan bo'lsa, ajr savobim ko'p bo'lsin degan maqsadda roza tutayotgan bo'lsa, hech kim malomat qila olmaydi, nimaga roza tutyapsan deb. Endi bir odam tutmayotgan bo'lsa, uni hech kim ayta olmaydiki, sen nimaga Rajab oyida roza tutmayapsan deb ayta olmaydi. Agar roza tutsa savob bo'ladi, roza tutmasa gunohkor bo'lmaydi. Bu ixtiyoriy. Bu har bir insonni o'ziga topshirilgan bu ibodat. Agar qilsa nur ustiga nur, agar qilmaydigan bo'lsa, uni hech kim malomat qila olmaydi. Biz aytamizki, Rajab oyida roza tutaylik va yana boshqa amallarni ko'paytiraylik. O'tgangi darsligimizda ota-onaga yaxshilik qilishlik haqidagi sarlavhani dars qilib boshlagan edik. To'xtalgan joyimizdan davom ettirib boshlaymiz. Oxirgi o'qigan hadisimiz Payg'ambar alayhisalom Alloh subhanahu va taolo 3 toifa odamni nafl namozini ham, farz namozini ham Alloh subhanahu va taolo qabul qilmaydi dedilar hadisda. Ular kimlar desa, Alloh taolo mana shu 3 toifadan qilib qo'ymasin. Birinchisi aqqun, ota-onaga olib qo'ygan odam. Va mannan, ikkinchisi yaxshilik qiladi, orqasidan minnat qiladi. Mana shu odam ham, mana shu odamni Alloh subhanahu va farzini ham, naflini ham Alloh taolo qabul qilmaydi. Mukazzibil qadar, qadarni yolg'onga chiqargan insonni ham Alloh subhanahu va taolo
o'qigan farz namozlar, nafl namozlarni Alloh taolo qabul qilmaydi. Bu juda ham qiyin holat, birodarlar. Ota-onaga oq bo'lish demak. Birinchisi payg'ambar alayhisalom hadisni tartibiga qaraydigan bo'lsak, payg'ambar alayhisalom birinchi aqqun deyapti. Ota-onaga oq bo'lish. Bu yanada ota-ona qancha darajada ota-onadan oq bo'lib qolishidan ehtiyot bo'lishlikka bizga dalil bo'ladi. Ya'ni bu hadis, ya'ni boshida birinchisi aqqun deb kelishligi. Shu ulamolar hadislarni shu yo'nalishiga ham qaraydi. Masalan, boshda kelgani, keyin kelgani, oxirida kelganiga umum hammasi muhim narsa, ammo boshda kelganlarga muhaddislar unga daqiq bir so'zlarda aytishgan. Mana bu o'qigan hadisimizda ham birinchi aqqun deyapti. Ota-onaga oq bo'lgan odam. Sheyx hozir hadisning sharhida ota-onaga oq bo'lishlik ko'rinishlarini bir qator zikr qilgan. Yani shu yerdan hozir darsimizni boshlaymiz. Oxirgi to'xtalgan joyimiz al-uququl muharram. Yani harom qilingan, ota-onaga oq bo'lishi harom qilingan, ota-onaga oq bo'lib qolishlik. Mana shu sallohadan boshlaymiz. Al-uququl muharram kullu fi'li laysa wajiban yata'azza bihi walidayn. Yata'azza bihi al-walidan. أو أحدهما تأذى ليس بإلهين وقيل طاعة والدين واجبة في كل ما ليس بمعصيته مخالفة أمرهما في كل ذلك حقوق. Şeyh hafizahulloh aytadilarki, harom qilingan ota-onaga oq bo'lishlik vojib bo'lmagan har bir harakat, vojib bo'lmagan har bir fe'l deyapti. Ya'ni vojib bo'lmagan har bir fe'l. Yata'azza bihi, ana shu fe'l bilan, ya'ni insonni fe'li deb qo'yamiz. Ana shu fe'l bilan, ana shu fe'l orqali ota-onaga ozor berish bo'ladi deyapti. Bir gapirib qo'yishlik yoki bo'lmasam bir urishlik bu narsa emas. Bir fe'l bilan. Bir oyatda ham Alloh subhanahu va taolo biron bir ishga buyursa uf demanglar degan. Bir siqilib qo'yishlik, bir yomon nazarda qarab qo'yishlik bir fe'l bilan inson vojib bo'lmagan deyapti. Vojib bo'lmagan bir oddiy bir narsada ana shuni ota-ona ozorlanar ekan. Bu nima ekan? Bu shu mana shunday ish qilishiga ham ota-onaga oq bo'lishi bu harom qilingan oqlik bu deyapti-da. Bunda man qilingan, ya'ni bu mana shunday fe'ldan ham vojib bo'lmagan. Endi ota-onaga itoat qilish vojib bo'lgan o'rinlarda endi ularga ozor beriladigan bo'lsa, endi buni holati juda ham yomon bo'ladi. Vojib bo'lmaganiki qancha shariatda man qilinyapti, endi vojib bo'lganiga siz ota-onangizga ozor bersangiz, buni zarari insonga juda ham og'ir bo'ladi. Aw ahaduhuma yoki bo'lmasam u ikkisidan bittasiga ozor berishlik. Ikkisiga ozor bo'ladi yoki ota-onaning bittasiga ozor berishlik bo'ladi. Va qila ta'atul walidayn wajibatun fi kulli ma laysa bi ma'siyati. Ota-onaga itoat qilishlik gunoh bo'lmagan har bir narsada vojib. Ota-onaga itoat qilishlik vojib. Hech esimizdan chiqarmaylik. Ota-onaga itoat qilishlik vojib. Ma'siyat bo'lmagan har bir narsada. O'tgan darslarimizda aytdik, agar gunohga buyursa, hikmat bilan u gunohni qilmaymiz. Yoki bo'lmasam sizni bir savobli ishdan qaytaryapti, Alloh taolo buyrug'idan qaytaryapti. Unda ham yerda qanday bizga shariat buyurgan, hikmat bilan u ishni qilmaslik. Yoki hikmat bilan u ishdan qaytishlik. Ota-ona gunohga buyurgan holatda ham ularga qattiq gapirishlikka biz haqqimiz yo'q. Hikmat bilan ularga aytib tushuntirishimiz kerak. Ana shu paytda, agar u paytda tushunmaydigan bo'lsa, sabr qilish kerak, keyin duo qilamiz, Alloh subhanahu va taolo tushuncha beradi. Ana shu paytda gapirgan payt, achchiq kelib turgan paytda holatga qarashimiz kerak. Agar ana shu payt gapiradigan bo'lsak, foyda bo'lsa, gapirishimiz kerak, yo'qsa foyda bo'lmasa, keyinga qoldirish kerak. Ana shu o'rinda ota-onaga ozor berib qo'ymasligimiz kerak. Bunaqa holat musulmonlar ichida ko'p, ya'ni sodir bo'ladi. Shunaqa holatlarda inson ehtiyot bo'lishi kerak. Muxolafat amruhuma fi kulli zalika huquq. Mana shu narsaning barchasida ota-onaga xilof chiqishi huquq, bu ota-onaga oq bo'lib qolishi deyapti. Ota-onaga xilof chiqishlik, mana shu barchasida ota-onaga nima oq bo'lishi bo'ladi. Buncha inson juda ham ehtiyot bo'lishi kerak. Va qila huququl muharram va huwa iza'ul walidayn aw ahaduhuma
بأي نوع كان من أنواع أذى قل أو كثر ونهي عنه ينهي أو يخالفهما فيهما يأمران أو ينهيان بشرط ألا يكون فيه معصية. Şey aytadiki, ota-onaga oq bo'lishlik, ya'ni ota-onaga oq bo'lishi u ota-onaga ozor berishlik deyapti. Yoki bo'lmasam u ikkisining bittasiga ozor berishlik. Ota-ona tirik bo'lsa, u ikkiga ozor bo'ladi yoki ota-onadan biri vafot etgan bo'lsa, u ikkisidan bittasiga nima ozor bo'ladi. Bu ozor ko'rinishlaridan qaysi ko'rinishda bo'lsa ham, ota-onaga ozor berib qo'yishlik yo'llardan qaysi yo'lda bo'lsa ham mana shu holat, ya'ni ota-onaga oq bo'lib qolishlik bo'ladi. Alloh saqlasin. Qallahu kasra, u oz bo'lsin, ko'p bo'lsin. Ozor beradigan narsa oz bo'lsin, ko'p bo'lsin. Ozgina bo'lsa ham ota-onaga oq bo'lib qolishi bo'ladi. Alloh saqlasin. Ko'p bo'lsa ham ota-onaga oq bo'lishi bo'ladi. Nahy anhu va lam yanhiya. Ota-ona ana shundan qaytarsin yoki qaytarmasin. Masalan, siz ota-onangizga oq bo'ladigan bir ishni qilyapsiz. Ota-onangiz undan qaytarsin, qaytarmasin. Bari sizga ana shu oqlik, ota-onaga oq bo'lib qolishlik yo'liga tushib qolasiz. Ota-onaga oq bo'lib qolasiz, ya'ni. Masalan, ota-ona bilyaptiki, siz qilayotgan muomalangizdan siz oq bo'lib qolishligingizni. Shunda ota-ona siz ogohlantirmasin. Masalan, bu qanday desa, men bir misol keltiraman. Masalan, qo'lingizda stakan turibdi. Stakanni yerga tashlasangiz, xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham sinadi-da. Xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham sinadi. Masalan, siz xohlamasangiz uni sinishligini yerga tushganda siz xohlamaganingiz uchun sinmay qolmaydi-da u stakan. Siz xohlamang baribir yerga tushganda sinadi. Xuddi shunga o'xshash, siz ota-onaga bir oq bo'ladigan bir ishni qilsangiz, ota-onangiz siz undan qaytarsin, qaytarmasin, siz baribir Alloh saqlasin, ota-onaga oq bo'lib qolishingiz mumkin. Yukhalifahuma fima ya'murani va yanhiyani. Ota-ona buyurgan va qaytargan narsalarga xilof chiqishlik. Yuqorida ham aytdik, ota-ona buyurgan va buyurmagan narsalarga xilof chiqishlik. Bi sharti alla yakuna fihi ma'siya. Lekin buni sharti ma'siyat bo'lmaydigan sharti bilan. Ya'ni ota-ona buyurgan, qaytargan narsalar ma'siyat, ota-ona buyuryapti. Bu nima ma'siyat bo'lmasligi kerak, gunoh bo'lmasligi kerak. Ota-ona qaytaryapti bizni, u ham nima ma'siyat bo'lmasligi kerak. Masalan, biz bir yaxshi bir Alloh taolo buyurgan bir ibodat qilyapmiz. Ota-ona bizni qaytaryapti. Lekin bunda qaytargan biz ota-onaga itoat qilmasak gunohkor bo'lmaymiz. Shuning uchun aytayaptiki, bi sharti al yakuna fihi ma'siya. Ma'siyat bo'lmaydigan shart bilan. Bu sharti nima ekan? Shu narsani zehnda tutishimiz kerak. Ota-ona buyurgan va qaytargan narsaga xilof chiqishlik nima bu? Oq bo'lishlik sabablaridan. Va lekin ma'siyat bo'lmaydigan sharti bo'lishi kerak. Sheyx rahimahulloh mana ota-onaga oq bo'lishlik ko'rinishlarini qisqacha bir kitoblarda yozganlar. Alloh taolo qodir qilganchalik mana buni o'qigan bo'ldik. Alloh taolo hammalarimizni mana yuqorida aytilgan hadisga muvofiq qo'ymasin, ota-onaga oq bo'lishlik va bergan narsa minnat qilishlik va qadarni yolg'onga chiqarishlik mana bu hadisga muvofiq qo'ymasin. Alloh taolo hammalarimizni mana bu ota-onaga oq bo'lishlik ko'rinishlarini ham bir qisqacha aytib o'tdik. Alloh taolo mana shunday ota-onaga oq bo'lib qoladigan ko'rinishlardan Alloh taolo hammalarimizni saqlasin. Alloh taolo hammalarimizni ota-onalarimizni duolarini olib, dunyoda ham oxiratda ham ota-onalarimiz duolari bilan yaxshiliklarga erishadigan farzandlardan bo'laylik. Mana Rajab oyida turibmiz. Alloh taolo hammalarimizni mana bu Rajab oyida yaxshi amallarni qilishga Alloh taolo o'zi hammalarimizga tavfiq bersin. Alloh taolo mana bu qilayotgan darslarimizni o'zi davomli qilsin.